Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchi insonlarimiz. Aziz vatandoshlar, barchangizga ushbu chorshanba tongi muborak bo'lsin. O'rtoqlar, mana shu ekranda ko'ringan nomerlar meni telefon raqamim. Iltimos, meni telefonimga aloqaga chiqmasdan turib, men bilan uchrashish uchun uyimga to'g'ridan-to'g'ri kelmanglar, iltimos. Mana shu kommentariyalarda bir necha bor so'ralgan payti men telefon raqamlarimni yozishimga qaramasdan ayrim insonlarimiz meni to'g'ridan-to'g'ri uyga qidirib kelishga, izlagan Makkani topadi deganday qidirib kelishga majbur bo'lyapti. Men ham o'zimga yarasha ishlarim bor, tashvishlarim bor. Shu uchun telefon orqali bo'sh vaqtimizga qarab, maslahatlashib, gaplashib olish ma'qul yo'l deb o'ylayman. Shuning uchun uzr, meni uyimga to'g'ridan-to'g'ri qidirib kelmanglar. Agar bu qo'pol tuyulgan bo'lsa, uzr so'rayman. Avval telefonda maslahatlashib, gaplashib olaylik. Bugun bir ajoyib bir mavzu haqida gaplashmoqchiman sizlar bilan. Bizni hokimlarimiz, deputatlarimiz qonun tushirish bo'yicha jahonda jahon chempioni, yetakchi desak ham mubolag'a bo'lmaydi. Tez hokimlarimiz, deputatlarimiz qonun tushirish bo'yicha rekord natijalar ko'rsatib turadilar. Shu bo'yicha hozir yaqinda trendga chiqqan, ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqqan Buxoro viloyat hokimi Botir Zaripovning bir videosi tarqaldi, ommaga e'lon qilindi va juda ko'p shov-shuvlarga, juda ko'p muhokamalarga, yetarlicha tanqidlarga, yetarlicha ommani noroziligiga sababchi bo'ldi. Mana shu holatga men ham bir munosabat bildirmoqchiman. Har holda bu o'zimizni Buxoro viloyati, o'zimizni hududimizni hokimi, bizning xoqonimiz, bizning viloyat hokimimiz 7 olam sarvari, ya'ni o'zini xuddi 7 olam jilovi o'zini qo'lidagiday tutib mana harakatlanib, butun bir ijtimoiy tarmoqlarda trendga chiqdi. Vallomatimiz. Endi bular o'zlarini begona shaxslar tomonidan, xalq tomonidan syomka qidirishga hech qachon yo'l qo'ymaydi bular. Ular o'zlarini daxlsiz deb o'ylaydi. Begona shaxslar o'zlariga yaqinlashtirmaydi ham, syomka qilishga ruxsat ham bermaydi, yo'l ham qo'ymaydi. O'zlarining qo'riqchilari bor, tansoqchilari bor. Bunday holatda ular darhol naryad chaqirib, qamatib yuborishgacha bo'lgan topshirig'i berib biladi bemalol. Bunga qurbi ham yetadi, bunga imkoniyati ham, vakolati ham o'zlarini xudo deb sanaydigan bu viloyat hokimlarimiz, bugungi kunda viloyat hokimlarimiz mana bugun asl basharasi qandaydir o'zini, demak bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki, o'zini atrofidagi o'zini labbaychilari, odamlari tomonidan olingan u video va qandaydir bir adashibmi, bu mana shunday yo'l bilan qandaydir ommaga chiqib ketgan. Bu yog'inda bizga qarong'i. Hozir mana shu videodan avvalo bitta nima ko'raylik, parcha ko'raylik. Mana bu bog'chani territoriyaga kirganlarni hammasini huquqiy dokumentlarni ko'tarasiz. Yo'g'ini hech kimga eshitmasdan mo'min buzasa, hech kimni sud demasdan buzasa. Bugun o'zga buzasa. Narsapoy ichidagi odamni ko'p tashlaysan, chor. Nechanchi asrda yashayapmiz? Deydigan odam yo'q. Qoyilay lekin. Trendga chiqib ko'tarilib ketdingiz ekan hokim bova. Hoynahoy bu qilmishingizdan keyin lavozimingizdan ko'tarilib ketsa kerak endi. Astag'firulloh. Sud demasdan buzib tashlaysan deydi. U sud pudizam sizdan 5 battar hokim bova. Qovundan rang olib yotibdi. Prezidenti bu hududdagi ishongan vakilning ahvoli shu bo'lsa, mana siz ahvolingiz bu bo'lsa, sudlar, boshqasi hammasi sizdan 5 battar bo'lib yotibdi. Yaqinda bir sud bo'ldi. O'rtoqlar, yaqinda bir sud bo'ldi. Bitta misol, ma'naviy zarar undirish bo'yicha sud bo'ldi. Ma'naviy zarar undirish bo'yicha sudlarda yakuniy qarorda zararlar, moddiy zararlar, ma'naviy zararlar, davlat boji hammasi to'lovlar, umumiy to'lovlar hammasi javobgar tomon zimmasiga yuklanishi kerak. Lekin
Qorako'l fuqarolik ishlari bo'yicha sudida bir Safar degan sudya bor ekan. Ikki tomonga ham davlatga davlat boji to'lovi chiqaribdi. Bunisiga nima deysiz? Mana qonunlar. Chunki prezidenti joydagi vakili, hududdagi ishongan vakilining ahvoli mana bu. Nima deymiz endi? Kulishingni ham bilmaysan, yig'lashingni ham bilmaysan odamzod. Astag'firulloh. Oxir baxayr bo'lsin dedi-ku shunaqa. Bugun o'zga butlashish. Narsa ichidagi odamni ko'rib tashlaysan. Ichidagi odamni bilan ko'mib tashlaysan dedimi? Bu har zamonda boshingizdagi kepkani olib bir miyayni chamollatib ham turasizmi, Olqin bova? Havolar issiq Buxoroda cho'ti yomon ta'sir qilgan, lekin kulishing ham, yig'lashing ham bilmaysan. Buxoroni sharmanda qildingiz-ku, Olqin bova. Orqadan eshik ochganni hujjatini ko'rasan. O'rtoq nachalnik siz 7 oldin viloyat hokimi kelyapti, kecha ham men kuzatdim. Nimalarroq bo'lgansizlar butunlay shaharda. Bugun ham bu yerda ahvol hamin qadar. Yo, menga qonunchilik, tartib, intizom, jinoyatchilikka omil bo'luvchi holatlarni oldini oling, bo'lmasa sizni bir tezroq tumanga jo'natay. Xizmat topshirib bemalolroq bo'lgansiz deb bu nachalligimizga o'zingiz bemalol nimani kamerani oldida, ommani oldida odam o'ldirishga buyruq beryapsiz, topshiriq beryapsiz, prikaz beryapsiz. Buncha gapdan keyin bu nachalnigi tinchroq hududga jo'natsak, buncha gapdan keyin sizni qayerga jo'nataylik, Olqin bova? Sharmanda, lekin qoyil. Qonunchilik, tartib, intizom, jinoyatchilikka omil bo'luvchi holatlarni oldini oling deb, o'zingiz jinoyatchilikka undayapsiz-ku, Olqin bova. Yetib keldik. 4-Renessans, 5-Renessans, va hokazo. bo'lmasa sizni bir tezroq tumanga men jo'natay. Xizmat topshirib berdim. O'zimdan topshiriq berdim deydi. Qonun posbonlarga nafaden qilyapti. Oddiy xalqni olib kirib urib, eshakday do'pposlab o'ldirib qo'yadigan qonunlar amaldorlar oldida qaltirab turibdi. Yashil formali prokuratura xodimlari, xalqning manfaatini himoya qiluvchi, qonunlar ijrosini nazorat qiluvchi organ xodimlari qaltirab turibdi. Feodalizmmi, terrorizmmi, fashizmmi, nima deyishga ham hayronman. Aqliman shoshib qaltirab qoldi, to'g'risi. Qayerdan buncha xalqqa nafrat, Olqin bova? Oldingizga bir intervyu olishga boraylik, Olqin bova. Ijozat bering. Yopiq eshiklar ortidan nimalar topshiriq berganingizni bir aytib bering, Olqin bova. Bemalol ommani oldida, kamerani oldida odam o'ldirishga topshiriq beryapsiz. Balki yopiq eshiklar ortida pul yuvish, yerlari sotib yuborishga mabodo topshiriqlar bermadingizmi? Olqin bova, har holda qonun himoyachilari siz oldingizda xo'p bo'ladi, labbay deb turibdi-ku. Hozirda o'ziga bu masalaga javob beradigan nimaga olim Sanchiq Igor e'lon qilinadi. O'rtoq shu masalaga javob beradigan shahar hokimining o'rinbosariga Igor e'lon qilinadi. Mana shu ishlarni susaytirib yuborganligi uchun agar mana shu shahar bo'yicha ijtimoiy sohaliklari malakka nuqtai nazardan tanqidlik ko'rib tuzatilmasa, o'shaga javob beriladi. Ommani oldida shuncha gapirib qo'yib, hali ham amaldamisiz? Qo'yiling lekin. Olg'a. Bu yog'ini gapirmaylik, qay. Biz dunyoni qo'lga olamiz deydi-ku shunaqa. Astag'firulloh. Lekin yig'lashimiz kerak bo'lgan mavzular. Lekin eskilarimiz aytadi-ku, kulib dardlarimni yengaman deydi-ku, xuddi shunaqa. Sho'rimizga sho'rva to'kilgan ana shu.
Hamma salomat bo'lsin. Kengga keng dunyo ekan, ko'ngillar ko'chasi gul ekan.